7-8 yil oldin kelganimda ancha mazam yo'q edi. Zreliyalar yomon. Respublikaskiy ko'z doktoriga borib, ko'zlarim zreliyam juda yomon. Bir 20 metr, 10 metr uzoqqa ko'rardim. Tekshiruvlardan, polniy tekshiruvdan o'tib, ular diagnoz qo'ydi. Endi zreliyasi ketaveradi orqaga deb. Ancha tushkunlikka tushdim, yuraklarim siqilib. Ki shu Jamshid akani oldiga o'rtog'im olib keldi, sababchi bo'ldi. 28 kun kelgandim o'shanda. 28 kun kelib, davolanib, ko'zlarim zo'rg'a mana 7-8 yil bo'ldi, yana sekin bir muolajalar olay deb keldim. Yuzlarim, amirlarim osilib bir udar yegan edim, qattiq udar yeganman. Mashlarim osilib, bu nervlar yo'q, jon yo'q dedi mabitlarimda. Shu ninalar sanchib, hamma yoq jonlanib, yaxshi bo'ldim, Xudoga shukr. Alhamdulillah. Juda tushkunlikka tushib qolganim, endi ko'zingiz orqaga ketaveradi degandi meni ham. Turkiyaga borganimda ham shunaqa degandi Glazgoga. Qaralashib boraveradi endi degandi. Mana yaxshiman, Xudoga shukr. Jamshid aka chiqib. Shunda mana siz boshingizdan udar bo'lgandan keyin o'sha terapist sezmasdi, to'g'rimi? Sezmasdi, xuddi osilib qolgandek bo'lib, yuz terapist shu muolajalardan keyin o'shalar nervlar sezishni boshlab, tiklanib, keyin ko'zingiz to'liq mana hozir 7-8 yil bo'lgan bo'lsa, shu 7-8 yil davomida yaxshi ko'rishni boshlab, to'g'rimi? Yaxshiman. Oldin o'sha xiralashib, svetoforlarni ham yaxshi ko'rmasdim, o'tirdingizmi? Surkalib ko'rinardi. 10 metrdagi odamlar barcha yuragi siqilib ketar, kimligini tanimadigan odam o'tardi. Sharpasin, sharpasin. Nargidan ko'rishardi. Juda mazam bo'lmay, yuraklarim siqilib, o'zi ichidor odamman uni ustiga. Shunda ichki a'zolaringiz ham miya faoliyati. A'zolarim shu birinchi muolajani o'zida uyga ketayotganda aytdim. Shu oshqozon osti bezim, oshqozonlarni so'kishlab chiqara boshladi. Quruqimda turardi. Ishlab, shundan bildimki, shu nervlar tiklanyapti-da o'sha yerda. Butun ichki urologический kasalliklar. Shunda bildimki, ovqat yesam ham qotib turardi. Yumshab, o'sha mazza qilardim xullas. Mana yana повторный keldim. Profilaktika uchun. Shunda o'sha ko'zingiz yoshligingizda holatga kelib, to'liq uzoqlarni ham ko'rib, bemalol ko'radigan bo'lib ketdingiz.